Bicir bicir baron bor, bicir bicir baron bor, az balay Bukhara. Hayron shudam in khil nabud ob havoyi Bukhara. Ob havoyi Bukhara. Gap yo, baraka top, Elbek Japarov, baraka top. Bugun kangur bo'lar ekan-da. Faqat kangar kungur. Yak du se chor qilib. Bugun naborot qilamiz. Chor se du yak qilib bosamiz bugun. Assalomu alaykum, hurmatli teletomoshabinlar. Zo'r TV kanali muxlislari, hormaylar, qandaysizlar? Baraka top. Bunday olib qarasak, o'z begona emas Umidjonni taniyman mana hozir. Skripkada Umidjon Yulduz studio bilan shu ma'lumcha bir adashmasam bir yarim asr bo'ldi-yu Umida. Yarim asrdan biri birga ijod qiladi. Barakat, xush kelibsiz Umidjon. O'zi sen skripkaning joyiga borib Umid yoqib o'tirsa bo'lardi o'zi. Marhamat, salomlashib oling. Umid ustozing bo'ladi, Elbek. Baraka topgin, sobi. Qarindoshlar bilan, Jondordagi hamma qarindoshlar bilan ko'rishib o'kajon. Avvalambor assalomu alaykum barchaga. Barcha O'zbekiston xalqiga shu ro'zai Ramazon muborak bo'lsin. Buxorodan hammaga alangalik salomlar. Baraka top, sog' bo'lgin, salomat bo'lgin. Bugun buxorolik muxlislarimizni ko'proq xursand qilishga harakat qilamiz. Chunki baribir
Bugun lekin bu sostavga mana Asad Mergan ham shu yerda bugun xudo xolasa Asad Umidjon boshchiligidagi sozandalar hozir Diqqonobodlik to'ychini ham chaqirdi. Sozandalar terma bugun, a Dilshod aka? Deyarli Deyarli. terma. Endi Buxorodan shuncha sozanda kelishdi o'zi bo'lmaydi. Chunki ro'za payti kimdir qo'yaver deydi, keyingi safar boraman, oldin bitta chiqib ko'ray deydi, nima qilasan deydi, keyingi safar boraman deydi. O'shanga hozir lekin Diqqonobodlik to'ychini taniysan, doirachin. Kichkinacha. Bu kelyapti. Battle bo'ladi. Og'a bilan bugun. Yo, yak biyo du bo'lar ekan. Unda faqat bir xil silla, faqat uniki. Farg'onacha dipolot taqqalot, Asad yordam berib turadi. Demak, mehmonlarimiz bor ekan.